2025-yilning 14-iyunida e'lon qilingan xushxabar tez ko'ring Vahob bobodan yangilik degan videofilmning 38-sekundidan 43-sekundigacha Abduvahob Quronboyev dediki, kibernetika fani dunyoni go'zal qiladi deb aytgan ustozimiz Al-Xorazmiy. Bu uning aqli zaiflashganligining yana bir yaqqol isboti deb o'ylayman. Aks holda 780-850-yillarda, ya'ni bundan 1175 yil oldin yashab o'tib ketgan Al-Xorazmiy nahotki 20-asrda yaratilgan kibernetika fanini va bu fanning nomi kibernetika bo'lishini oldindan bilgan holda kibernetika fani dunyoni go'zal qiladi degan bo'lsa, bunday ahmoqona gapni faqatgina aqldan o'zgan kibernetikini aytishi mumkin xolos degan fikrdaman. Abduvahob Quronboyevning internetning Vahob bobo 2022.uz mazilida e'lon qilingan shakldagi 15 ta ko'rsatkich ichida na korxonalarning mikroiqtisodiy va na O'zbekistonning makroiqtisodiy ko'rsatkichlari hamda aholining yashash va farovonlik darajasini namoyish qiluvchi jon boshiga to'g'ri keladigan makroiqtisodiy ko'rsatkichlar aks etmaganligi, u bu iqtisodiy ko'rsatkichlar to'g'risida hech qanday tushunchaga ega emasligini yaqqol namoyish qilgan holda, uning dasturi ishlagan holda ham u iqtisodiy nuqtai nazardan ikki pulga qiymat bo'lishiga menda hech qanday shubha yo'q. Chunki u mikroiqtisod sohasida korxona resurslarining samaradorligini ko'rsatuvchi rentabellik, qaysi yo'nalishlar foydali ekanligini bildiruvchi yalpi foyda, xizmat ko'rsatilgan bo'lishiga qaramay ularning haqqi to'lanmaganligini bildiruvchi debitorlik qarzlar, biznes zarar ham foyda ham ko'rmayotganligini bildiruvchi moliyaviy holatning ifodasi bo'lmish zarar ko'rmaslik nuqtasi, makroiqtisod sohasida yalpi ichki mahsulot VVP, yalpi milliy mahsulot VNP, yalpi milliy daromad VND, iste'mol narxlarining indeksi IPTS, ishsizlik darajasi va to'lov balansi degan iqtisodiy ko'rsatkichlar bor ekanligini ham mutlaqo bilmaydi.